inson zaminda Allohni inkor qilgudek bir holatda emas. İnsan o'ziga qarab baqsa, bu boshqa narsaga qaramasin, o'ziga qarab baqsa, Allohni inkor qilib, bizni yaratgan bir kishi yo'q. Men degan mustaqil bir odam, o'zimning hayotiga o'zim ega deyalaydigan holatda emas. İnsan o'zini o'zi yaratdim deyamaydi. O'zimni o'zim yashatdim deyamaydi. Zaminda hech narsaga ehtiyojli emasman deyamaydi. Men ölmeymen, üzerimi kontrol kılamayman diyenmeydi. Demek işlerinin hemmisi üzünün kul demez insanın. Üzünün ihtiyarlıksız toğuldu. Üzünün ihtiyarlıksız çıray şekli verildi. Üzünün ihtiyarlıksız cinsi verildi her ayallıkı. Üzünün ihtiyarlıksız yaş haleti geldi. İhtiyarlıksız yaşandı. İhtiyarlıksız öldü. Bu işlerin hiç kayısı insanın kul demez. İnsan kontrol kılanmadı. Muşunun öz olan insanga bir narsani bilish kerak ki, bir narsani o'ylantirish kerak ki, insonni muşunda qadam bosqich o'zgartirib atgan. İnsanning irodasidan sirt, insonning kuchidan sirt holatlarga o'zi xolamay berib atgan holatning keyinida bir kuch bor. Bu kuch insonni mana shunday quvvatli deydigan bir anga kelish kerak. Shunga inson baxtiyoqqa qaramasin. Üzgülam qarasa insanın Allah'a inkar qilishi hayron qolarlik ish. Allah insonning ojiz ekanligini bildirib qo'yishini pat-pat o'zi xohlamagan shaklda kasallarni beradi. Inson xohlamaydi-ku og'rishni. U saqlamaydi u. Bir muncha sabablarni qiladi. Uning doğrusini ichidi, davolanadi masalan. Nereden keldi o kasal? Agar inson o'ziga mustaqil egildi bo'lib qolsa, og'rimisi bo'ldi. Qeriydi, o'lidi. Bularning hammasi inson xohlamaydigan ish. Qeyliya uni to'xtatayolsa uni kontrol qila olish kerak, uni inson o'zi mustaqil bo'lib qolsa. Demak, mustaqil emas deganlik inson boshqa kuchning ta'sirida yashayotdi zaminda. Bu zamonga boshqa kuchning ta'sirida kelgan, boshqa kuchning ta'sirida yashayotdi, boshqa kuchning ta'sirida ketadi bu dunyodan. Bu nuqtani tushungan inson bir kuch bor, bir iloh bor, bizni yaratgan bir zot bor degan uqum insonga kelish kerak, kallasga kelish kerak. Ahvol shu turib insonning Allohni inkor qilishi pek ajablanarli. Shuni Alloh Qur'oni Karimda nima deydi? Kayfa takfuruna billah. Ey Alloh, qanday kafir bo'lsizlar? Allohni qanday inkor qilyapsizlar? Ey sizlar o'likdingmi, asli yo'qdingmi sizlar? Ma'noqni o'ylamadinglarmi? Allah sizga hayotlik berdi. Ondan keyin jiningni oldi. Ondan keyin tirgizdi sizlarni. Oxirida Alloh tarafiga qaytsizlar. Hayotning ahvoli bu tursa, hayotning umumiy jarayoni bu tursa, sizlar hech narsaga ega emas tursanglar, yana sizlarni yaratgan bir zotning borlig'i inkor qilyapsizlar. Bu qanday masala bu? Bu Allah savol qo'yatdi bizga. Savol qilyapti bu yerda mana shu shaklda. Hakada ya'ti savol. Buni kafir javob bermaydi.